Xitoy turmadagi mahbuslarni Xitoy tilida aloqa qilishga majburlagan. 12 yanvar Tibet ovozi xabaridan ma'lum bo'lishicha, Amerikadagi Dialog vaqfi dokumentida Xitoy ta'sis qilgan Tibet va Sharqiy Turkistondagi turumlarda mahbuslarning o'z ona tilini ishlatishini cheklab, Xitoy tilida aloqa qilishga majburlaganligi ko'rsatilgan. Dokument yana Xitoyning Tibet, Sharqiy Turkiston, Ichki Mo'g'ul qatorliq rayonlardagi cho'ng shaharlarda Xitoy tili ishlatishni 90% amlashtirib bo'lganligini, undan boshqa yeziq ishloq, televiziya idorasi, ishxona, maktab qatorliq o'rinlarda milliy til yeziq ishlatishni ozlatib, milliy hissiyotni ojizlashtirayotganligini. Xitoy Sharqiy Turkiston, Guangdong, Guangxi qatorliq rayonlarda mahbuslarning tuqqanlari bilan ko'rish vaqtini 30 minut qilib bekitganligini, mahbuslar tuqqanlari bilan ko'rishganda Xitoy tilida aloqa qilish talab qilinganligini, tuqqanlar bilan Xitoy tilida aloqa qilganlarning ko'rish vaqti 30 minut to'liq berilganligini, Xitoy tilida aloqa qilmaganlarga faqat 5 minutla vaqt berganligini oshkorlagan. Xitoy Sharqiy Turkistonda bexatarlik tadbirlarini chingitdi. 12 yanvar o'tliq xabarlar to'g'ri bergan xabardan ma'lum bo'lishicha, Xitoy yangi yilda Sharqiy Turkistondagi bexatarlik tadbirlarini kuchaytgan. Xabarda Xitoy Sharqiy Turkistondagi bexatarlik tadbirlarini kuchaytirish bilan birga chet eldagi Uyg'urlarning Sharqiy Turkistonga kirishini cheklash uchun Sharqiy Turkistonning Afg'oniston, Pokiston kontrolligidagi Kashmir, Qirg'iziston qatorliq davlat va rayonlar bilan chegara olinadigan o'rinlarga harbiy qism o'rnashtirganligini, Qashqar chegara yoqasidagi aholilarning qattiq boshqarilayotganligi hamda Xitoyning Afg'onistonda harbiy baza qurmoqchi bo'lganligi bildirilgan. Bir qism axborot vositalari bergan xabardan ma'lum bo'lishicha, Xitoy bilan Pokiston chegara qismlari birlashib, chegara chorlayotganligi bildirilgan. Xitoy bilan Amerika o'rtasidagi yangi krizis. 12 yanvar so'zi to'g'ri bergan xabardan ma'lum bo'lishicha, Amerikaning dunyo bo'yicha eng chong havo yo'li qatnash shirkati hisoblanadigan Delta shirkatining shirkat to'g'ri betida Tayvan bilan Tibetni mustaqil davlat sifatida muomala qilish sababidan Xitoy mazkur shirkatni darhol Xitoydan kechirim so'rashga qistab bayonot e'lon qilgan. Xitoy bayonotida Xitoy havo yo'lida qatnayotgan barliq yo'lovchi va shirkatlarning Xitoy qonuniga rioya qilish majburiyati borligi, Tayvan bilan Tibet Xitoyning bir qismi, mustaqil davlat emas ekanligini ta'kidlagan. Germaniya Isroiliyaning Falastinda yangi turalg'u salayotganligini aybladi. Yangi Akt gazeti bergan xabardan ma'lum bo'lishicha, Germaniya tashqi ishlar ministrligi yozma bayonot berib, Isroilning Falastin chegarasining yiroq mahallalarda yangi turalg'ularni ko'p salayotganligini hamda Falastindagi xususiy zaminlarga qonunsiz ravishda saqchi punktlarini salganligini, bularni yo'lliq qilishga urinish tirishchanliklarining andisha paydo qilganligini, ikki tarafning o'z oldiga masalalarni betaraflama holda o'tirib qo'yishi kelajakdagi muzokaralarni texmo qiyin ahvolga tushirib qo'yadiganligini, shunga buningga diqqat qilish lozimligini ta'kidlagan.